Assalomu alaykum aka-ukalar, YouTube'dagi obunachilarimiz, jonlaringiz sog' va aka-ukalar, xudo xolasa YouTube'da 88 ta bo'ldik. Biz uchun katta yutuq. Aka-ukalar, like, podpiskalar bosib, bizda yosh blogerlar, kichkina blogerlar qo'llab-quvvatlab tursalaring, xudo xolasa sotuvda qana xo'roz bo'lsa, sotuvda qana maka bo'lsa, xudo chiroyli aloqaga chiqarasiz, chiqarib beramiz. Bu uchun 93 229 3094 raqamiga aloqaga chiqasizlar. Xo'p, keyin YouTube'da bozorda qana narxlar, bozordagi narxlar qanaqa hammasini chiqarib beramiz. Bu orada sizlarga sotuvdagi xo'rozni ko'rsatib o'tib ketaman aka-ukalar. Xo'p, sotuvdagi xo'roz martda chiqqan. Xudo xolasa yoshiga to'lib qoldi. Uzoq 10 kunda tayyor xo'roz. Bekorchilar bo'lgan, xudo xolasa ishonchli, taktugi bor, yo'l ancha-munchasini qiynab qo'yadigan yo'l bu xo'roz. Ko'rilachi aka-ukalar? Mana aka-ukalar. Bardavoyda ishqoziga hozirgi holati 4 kilo. Chilgimakka deb xi bor. Qo'llab-quvvatlab, like, podpiskalar bosib qo'ysalaring, xudo xolasa to'xtash yo'q. Dalshi period deydi-yu, dalshi oldinga yuramiz akalar. Tomosha qilib qo'ylar bo'lmasa, yapon shamo bilan nemis makon. Mana akalar, xudo xolasa makon tuxumga kelib qoldi. Mo yapon shamo привозной hali qona aynamagan. Joningiz sog' bo'lsin. Like, podpiskalar bosib, qo'llab-quvvatlab qo'yasizlar akalar. Hakimaga kattakon rahmat.